Vitamin D nafaqat suyak shakllanishida ishtirok etadi. Bir qator o'tkir va surunkali kasalliklar rivojlanishida vitamin D ahamiyati yuqori. Vitamin D yetishmovchiligi keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Vitamin D berish normalari o'ta pastligi 400-600 единица. Vitamin D yetishmovchiligi homila rivojlanishidan boshlab inson hayoti davomida surunkali kasalliklar xavfi oshishi bilan bog'liq. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan vitamin D haqida gaplashamiz. Vitamin D tarixda o'rganilishi rahit kasalligi bilan bog'liq bo'lgan. Rahit ingliz kasalligi deb ham nomlangan. Chunki Angliyada ko'p uchragan. Vitamin D ikki xil shaklda bo'ladi. Polikalsifirol vitamin D3 va ergokalsifirol vitamin D2. Polikalsifirol vitamin D3 ultrabinafsha nur ta'sirida terida hosil bo'ladi va ovqat bilan kiradi. Ergokalsifirol vitamin D2 o'simliklar, qo'ziqorinlar tomonidan ishlab chiqariladi. Non va dro'sh tarkibida bo'ladi, ovqat bilan organizmga kiradi. Vitamin D sintezi uchun quyosh nuri o'zi yetarli emas. Ultrabinafsha B spektr nuri kerak bo'ladi. Vitamin D sintezi uchun yetarli ultrabinafsha B spektr nuri 11 dan 14 gacha kuzatiladi. Vitamin D sintezi terida pasayadi. Havo bulutligida, tumanda, chang bo'ronlarda, havoni ifloslanishida. Quyosh nuridagi ultrabinafsha B spektr nuri o'ta olmaydi. Oynadan, kiyimdan, quyoshga qarshi kremlardan. Vitamin D sintezi aktivligi terini qorayish darajasi bilan bog'liq. Bolada teri qoraygan sari vitamin D sintezi pasayib boradi. Qora tanli bolalar vitamin D defitsiti bo'yicha xavf guruhlariga kiradi. Terida hosil bo'lgan vitamin D qonga faqat intensiv yuklamalar bo'lganda o'tadi. Gipodinamiya, kam harakatlik vitamin D ni qonga o'tishini sekinlashtiradi. Ilmiy tekshiruv natijasiga ko'ra, oktyabr oyidan martgacha vitamin D terida hisob hosil bo'lmaydi. Iyun va iyul oylarida vitamin D ko'p hosil bo'ladi. Lekin asosan 11 dan 14 gacha. Janubiy o'lkalarda yashovchilarda ham vitamin D yetishmovchiligi bo'ladi, agarda ovqat bilan yetarli kirmasa. Vitamin D 2 fermentativ etapdan o'tgandan keyin faol vitamin D ga aylanadi. Birinchi etapda vitamin D qondagi vitamin D bog'lovchi oqsil bilan bog'lanadi. Albumin bilan birga jigarga boradi. Jigarda Kupfer hujayralarida 25 gidroksilaza fermenti ta'sirida polikalsifirol birinchi aktiv metabolit gidroksixolikalsifirolga aylanadi. Gidroksixolikalsifirol qondagi vitamin D ni asosiy shakli hisoblanadi. Ikkinchi etapda 1 alfa gidrolaza fermenti ishtirokida buyrakda gidroksixolikalsifirol kalsitriolga dihidrooksixolikalsifirolga aylanadi. Ikkinchi hosil bo'lgan metabolit dihidrooksixolikalsifirol paratgormon va kalsitonin bilan birgalikda kalsiy fosfor muvozanati, suyaklar mineralizatsiyasi va o'sishini ta'minlaydi. Kalsitriol vitamin D retseptori bilan bog'lanadi va organizmni genlariga ta'sir ko'rsatadi. Vitamin D retseptori organizmning barcha to'qimalarida mavjud. Faollashgan vitamin D retseptori gormonlar muvozanatiga, o'sish va yallig'lanish omillariga, oqsil va qonda kalsiy miqdoriga molekulyar ta'sir ko'rsatadi. Vitamin D aktivlashgan retseptori organizmda 200 dan ortiq genlarga ta'sir qiladi. Taxminlarga ko'ra, bu ko'rsatkich 5000 ga boradi. Vitamin D faol shakli yetishmovchiligi quyidagi kasalliklarga va buzilishlarga olib keladi. Rahit, osteomalatsiya, osteoporoz, prostata bezi raki, ko'krak bezi raki, leykemiya, yo'g'on ichak raki va boshqa turdagi raklar. Tez infeksion kasalliklarga chalinish, xususan sil, autoimmun kasalliklar, qandli diabet birinchi tip, tarqoq skleroz, psoriaz, yarali kolit, Kron kasalligi, insulin ishlab chiqarilishi buzilishiga, glyukozaga tolerantlik, chidamlilik, buyrak gipertoniyasi, tromb hosil bo'lish, yurak qon tomir kasalliklari yuqori xavfi, yurak infarkti, miopatiyalar, mushaklar kasalliklari, homiladorlik vaqtida vitamin D yetishmovchiligi bola katta bo'lganda xulq buzilishlariga olib kelishi mumkin. Yosh katta va qariyalarda aqliy faoliyat pasayishiga va Parkinson kasalligini yuqori xavfiga. Vitamin D yetishmovchiligini bilish uchun qon zardobida
va plazmasida vitamin D ni miqdorini aniqlanadi. Qon zardobida vitamin D norma chegarasi hali ham muhokama qilinadi. Qonda vitamin D ni miqdori 20 nanogram millilitrdan pasaysa, paradgormon ishlab chiqarish kuchayadi. Natijada suyaklar yemirilishi kuzatiladi. Shuning uchun 30-40 nanogram millilitrdan yuqori bo'lish tavsiya qilinadi. Vitamin D ni normasi 30 nanogram millilitrdan 70 nanogram millilitrgacha hisoblanadi. Ayrim manbalarda 100 nanogram millilitrgacha keltirilgan. Vitamin D ni ba'zi oziq-ovqat mahsulotlarida miqdori baliq yog'ida 400 ming единица bir choy qoshig'ida. Treska balig'i jigarida 4000 единица 100 grammida. Losos balig'ida 600 ming единица 100 grammida. Tovuq tuxumi sarig'ida 20 единица bitta sarig'ida. Sut 100 единица 230 millilitrda. Sun'iy sut aralashmada 100 единица 230 millilitr. Sariyog' 56 единица 100 grammida. Margarin 429 единица 100 grammida. Pishloq 100 единица 85 grammida. E'tiboringiz uchun rahmat.